Hello, Liza. Я здесь. Включи кондиционер. Я включила. Shunaqa zamonlarga ham yetib keldi. Umuman harakatsiz, pultsiz konditsioner boshqarsanglar bo'ladi. Agar ishonmasanglar, videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Narxi juda zo'r chiqqan. O'zimiz ham hayron qoldik. Narxi videoni oxirida. Hello, Liza. Я здесь. Включи кондиционер. Я включила. Buni ishlashlarini qaranglar. Mana shunaqa jabralari teshik-teshikli bo'ladi. Buni yopib qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bemalol odamga to'g'ridan-to'g'ri havo urmaydi. Hech qanaqa kasal, suyak og'rishlar umuman bo'lmaydi. Hello, Liza. Я здесь. Выключи кондиционер. Я выключила. Bu Shinflo modelimiz AUX zavodining dunyo bo'yicha bozori eng chaqqon modellardan biri hisoblanadi. Yosh katta odamlarni yoki yosh bolalarni xonasiga idealniy yechim hisoblanadi. Sababi jabralarni ko'ryapsizlarmi, teshik bo'ladi. Buni maxsus o'zining funksiyasi bor. Yopib ishlatsanglar odamga to'g'ridan-to'g'ri urib kasal qilmaydi. Yana bitta zo'r qulaylik ovoz boshqaruvdan tashqari Wi-Fi orqali ham boshqarsanglar bo'ladi. Uyda bo'lasizlarmi, uzoqroqda bo'lasizlarmi, telefoningizdan shunday yoqasizlar, konditsioner muzdekini qilib turadi xonanglarni. Radiatorlarni ham ko'ryapsizlarmi, ikki qoplamali bo'ladi. Ya'ni Golden Film mis qoplamasi bor. Bu o'sha chirishlarga, zanglashlarga eng zo'r yechim bo'ladi. Motorni ham bitta ko'rishingiz mumkin. AUX brendining DC inverter motori hisoblanadi. Eng muhim jihatlaridan freoni R32 freon. Bu freon tabiatga ham, inson sog'lig'iga ham eng yaxshi freon hisoblanadi. Konditsioner nisbatan sal boshqalardan nimaga qimmat? Ichlarini ham ochib ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, bekorga emas. Radiatorlari mana shunaqa ikki qavatli. Bilasizlar, 12 talik konditsionerda hammasida bir qavat bo'ladi. Bunda ikki qavat. Mощности 2 barobar kuchli hisoblanadi. Ichidagi kompressorlarni ham ko'ryapsizlarmi? Original Panasonic kompressori dunyo bo'yicha eng zo'r kompressorlardan bittasi hisoblanadi. Bu kompaniya Yaponiyaning kompaniyasi. Dunyo bo'yicha hamma texnikalarda eng ilg'or o'rinlarda turadigan kompaniya. AUX brendining Shinflo modeli ham Wi-Fi da boshqariladi, ham ovozli boshqaruv. Radiatori ikki qavatli. Eng muhim jihati kompressori Panasonic kompressor bo'lgan. Aynan shunaqa xarakteristikali konditsioner boshqa brend bo'lganda ancha qimmat bo'lardi. Lekin AUX shu modelini bizning obunachilar uchun hech qayerda yo'q narx $399 qilib beramiz. Bosinglar.